Biznesmen, tadbirkor akalarimizning diqqatiga Automax'dan zo'r taklif. Agar siz pulni to'plab uyda yig'ib nima biznes qilsam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hozirgi paytda trendga chiqqan samoykani sizlarga maslahat berardim va sizlar bu biznes orqasida oyiga kamida xudo xolisi 10 ming 15 ming dollar topishingiz mumkin ekan, chunki bundan oldingi biznesmen akalarimiz ham bu narsalarni xarid qilib, biznesni ochib kam bo'lishgani yo'q. Xo'p, apparatlar ko'rasizlar Automax tomonidan nemetskiy, italyanskiy, mana ko'rasizlar boshqa brendlar uchun ham alohida qilib berishgan. Agar sizni ham qanaqadir brendingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ham chiroyli qilib yozib, o'zingiz brendingizga mana shu apparatlarni xuddi o'zingizdek qilib berishadi. Xullas, siz biznesga pul tikkansiz, bo'laysiz sizga apparat, servis, xullas hammasini cho'tga qilib berishadi. Undan tashqari mo'yka uchun kerak bo'ladigan hamma mayda-chuyda narsalargacha bor. Hoziroq seyf oching, deb qo'ygan pullaringizni olib chiqib, sirasi foydaga kirib biznes oching. Yoki pastdagi nomerlar siz uchun har doim aloqada. Xudo xolisi biz ham sekin, aka, bizga ham 2-3 ta qilib berasizlar. Men ham o'zim uchun ham bitta Automax'dan uyga apparat oldim. Xudo xolisi uni ham sizlarga obzorni videosini ko'rsatamiz.